Shu qimmatga tushdimmi deyman-da. Nimaga? 38 mingga oldim shuni. Ay 40 ming bersang ipini ham qo'shib berardi. Zvachka qo'ydim. Sizlar. Ha, namuncha? Yaxshi. Jo'ra yordaming kerak-da menga. Bo'ldi, davay, kimni urish kerak? Urushma. Faqat urasanmi? Ha. Ertaga Noziman tug'ilgan kuni shunga nimadir qilish kerak. Bo'ldi. Shikolat berib yubor. Ya, o'tgan yil ham shikolat berdim. Unda oldingi yil ham shikolat berdim. Bir yangilik qilish kerak-da. Bo'ldi, unda yangi shikolat ber. Romantikni tabriklash kerak. Qanday bo'ladi? Bitta ideya keldi. Xo'p, Nech puling bor? bor yiqqanim 18 ming. Qaydan olding uncha pul? O'g'irladingmi? Yo'q, yig'dim. Ha bo'pti, senga 200 ming berib turaman. Oma, kredit harom, oma. Voy, shundoligicha berib turaman 200 ming. Puling bo'lganda berasan. Halol narsa ekan. Ha, berar ekan. Xo'p, nima qilamiz? Plan qilamiz. Ketib bilan qilamiz. Zo'r qilaylik bir tabriklar. To'xta. Ketme gönlüm geçir benim kıyalımda. Geçir sensiz ömür sürmez yüreğimde. Assalomu alaykum. Nima berasizlar? Qo'shiq bormi? Qo'shiq bo'lsa zo'r bo'lardi. Qo'shiq ota-ona haqidami? Yo'q, sevgi haqida. G'appar, sevgi haqida, ha. G'alatiroq ekan-a? qo'shiq. Do'lanimi? Voy, sevgi haqida. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim berkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim. Azizam ko'zing kulsin, nurlarga to'lsin hamisha sevgilim. Bir umr yoningda bo'layin men o'zim. Seni baxtiyor ko'rsin ko'zim. Voy, rosa kech bo'lib ketdi, oyim urishadilar. Shoshma. Nima? Balki bugun aytarsa, Nimani? sevishingni-da. Aytmayman. Hammasi uchun rahmat. Tug'ilgan kuning bilan. Yana 4 ta skript yetishmadi. Zo'r chiqardi. Qo'ya qolgan endi. Ha, ular o'zing to'y bo'lib ketardi-yu. Yo'llaring.